Ekran ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti ustoz. Yaxshi. Bo'lmasa bir 5 minut kutaylik, keyin boshlaymiz.
Xo'p, boshlaymiz bo'lmasa. Assalomu alaykum, hurmatli kardiologlar, talabalar, magistrlar, ordinatorlar. Demak, bugun EKG birinchi darsimizni boshlaymiz. Dars davomida men ba'zan to'xtalib savol berishim mumkin. Sizlar interaktiv iloji boricha bergan savollarimga javob berishga harakat qilinglar. Interaktiv bo'lsa, samarasi yuqoriroq bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa men ko'rinyaptimi? Hammaga? Eshitilyaptimi? Ko'rinyapti, eshitilyapti. Tak, bo'lmasa men kameramni o'chiraman u daskani o'chamiz. Xo'sh. Doska ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. Demak, elektrokardiografiya bu yurakda hosil bo'lgan elektr jarayonlarini yozib olish usuli. Ya'ni yurakda hosil bo'lgan elektr jarayonlarini yozib olish usuli. Demak, elektrokardiografiyani tushunish uchun birinchi navbatda biz yurakning o'tkazuvchanlik tizimini eslashimiz kerak. Demak, yurakning o'tkazuvchanlik tizimini eslasak, yurakda impulslar vena cava superior va vena cava inferior orasida joylashgan sinus tugunida hosil bo'ladi. Sinus tuguni vena cava superiorga yaqinroq joylashgan. Ana endi mana shu sinus tugunini kattaroq qilib, mana bu yerda masalan faraz qilsak, mana shu sinus tuguni desak, demak sinus tuguni ikki xil hujayralardan iborat. O'rtasida mana bu P hujayralar, demak bu pacemaker hujayralar. Pacemaker hujayralar, ya'ni impuls hosil qiluvchi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni impuls ishlab chiqaruvchi avtomatizm xususiyatiga ega bo'lgan hujayralar aynan mana shu pacemaker hujayralar bo'lib hisoblanadi. P hujayralar atrofida tranzitor xo'sh. Tak, nimanidir bosdim. Tak. Bu P hujayralar. Demak, P hujayralar atrofida T hujayralar mavjud. Demak, T tranzit so'zdan olinyapti, ya'ni o'tkazuvchi hujayralar, tranzitor hujayralar. Ya'ni hosil bo'lgan P hujayralar ishlab chiqargan impulslar T zona orqali o'tadi va bo'lmachalarga o'tadi va qo'zg'alish bo'lmachalarga tarqaladi. Endi bilasizlar, shunaqa patologiya bor, sinoatrial blokada, ya'ni sinus tuguni va atrium, ya'ni bo'lmachalar orasidagi blokada. Mana shu jarayonda muammo aynan mana shu T tranzitor hujayralarida. Masalan, sinus tugunida, ya'ni sinus tugunining P hujayralarida hosil bo'lgan impuls mana bu yer T zona orqali o'tmaydi-yu, impuls hosil bo'lsa ham bo'lmachalar qo'zg'almaydi. Endi sinus tugunining P hujayralari 1 minutda 60-90 marta impuls ishlab chiqarishi mumkin va birinchi darajali avtomatizm markazi bo'lib hisoblanadi. P hujayradan so'ng 3 ta trakt ajralib chiqqan. Bular Bachmann trakti, Wenckebach va Torrey traktlari. Chap bo'lmacha uchun alohida Bachmann traktidan alohida shoxcha ajralgan. Bu traktlar AV tugunga, ya'ni atrioventrikulyar tugunga o'tadi. Atrioventrikulyar tugun yuqori, o'rta va
pastki qismlardan iborat. Bundan tashqari ikkinchi qarash bor. Hozirgi kunda mana bu elektrofiziologiyaning rivojlanishi, aritmologiyaning rivojlanishi natijasida hozirgi shunaqa fikrlar borki, hech qanaqa Bachman, Venki-Bach, Torrell traktlari mavjud emas degan mavjud emas deb aytilyapti. Ya'ni nima bo'ladi? Masalan, sinus tugunida hosil bo'lgan impulslar kardiomiotitlar, ya'ni aynan qanaqadir yo'llar orqali emas, Bachman, Venki-Bach, Torrell yo'llari orqali emas, balki kardiomiotitlar orqali tarqaladi va AV tugungacha yetib keladi. Shunaqa qarash ham bor. Xuddi qo'zg'alish, xuddi masalan suvga qanday biz tosh otsak, turli xil to'lqinlar qanday tarqalib ketadi, xuddi shu ko'rinishda o'sha qo'zg'alish miokard orqali tarqaladi va AV tugungacha yetib keladi. Bu ikki xil qarash. Endi birinchi nimamizga yana qaytsak agar, demak bo'lmachalar qo'zg'algandan so'ng, bo'lmachalar qo'zg'aldi, qanaqa tisha hosil bo'ladi? Demak, bo'lmacha qo'zg'alganda P tisha hosil bo'ladi. Va impuls AV tugunda mana bu yerda saqlanayotgan paytda PQ segment hosil bo'lar ekan. Demak, AV tugunda impulsning saqlanishi bu bizga mana bu PQ segmentni hosil bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Ya'ni P bu bo'lmacha qo'zg'alishi, PQ segment bu o'sha impulsning AV tugun orqali o'tishi. Undan so'ng qorinchalar qo'zg'aladi va QRS tishchalar hosil bo'ladi. Endi demak Bachman, Venki-Bach, Torrell traktlari AV tugun va GIS tutamining yuqori qismlari P va T hujayralaridan iborat va bu qismlarning P va T hujayralari 1 minutda 40-60 ta impuls ishlab chiqarishi mumkin va ikkinchi darajali avtomatizm markazi bo'lib hisoblanadi. Demak, Bachman, Venki-Bach, Torrell traktlari AV tugun va GIS tutamining yuqori qismlari. Demak, GIS tutami davom etadi. Demak, qorinchalar aro to'siqda davom etadi va GIS tutami ikkita oyoqga bo'linadi. Demak, bu o'ng oyoqcha va chap oyoqcha. Doskan past ko'rinmayapti ustoz. Past ko'rinmayapti? Yo'q. Endi-chi? Ha? Yana pastroq tushiringchi. Ana. Ko'rinyaptimi, yo'qmi? Ko'rinyaptimi? Ana endi ko'rinyapti past. Demak, chap oyoqcha o'z navbatida oldingi va orqa shoxchalarga bo'linadi va oyoqcha va shoxchalardan ko'p miqdorda Purkinye tolalari ajralib chiqgan va bu tolalar o'sha kardiomiotitlargacha yetib boradi. Ya'ni qisqaruvchi kardiomiotitlargacha yetib boradi. Endi GIS tutamining pastki qismlari, oyoqchalar, shoxchalar va Purkinye tolalari 1 minutda 25-45 marta impuls ishlab chiqarishi mumkin va 3-darajali avtomatizm markazi bo'lib hisoblanadi. 3-darajali. Demak, normada boshqarish sinus tugunida, agar sinus tuguni yaxshi ishlamasa yoki qanaqadir qo'shimcha impulslar, ektopik o'choqlar paydo bo'lsa, demak, boshqaruvni o'ziga AV tugun oladi yoki qorinchalar boshqaruvni o'ziga olishi mumkin. Demak, bu qisqacha o'sha yurak o'tkazuvchi tizimining tuzilishi to'g'risida shularni aytish mumkin. Endi shu yerda o'zida aytishim kerakki, demak, mana bu yo'llar bu nima? Bu qanaqadir nerv to'qimami yoki bu boshqa narsami? Bu kardiomiotitlar. Demak, kardiomiotitlar bo'lishi mumkin. Tipik
va atipik. Endi tipik kardiomiyotslar bu qisqaruvchi kardiomiyotslar, asosiy vazifasi qisqarish. Atipik kardiomiyotslar bularga kiradi, sinusli kardiomiyotslar ham deyish mumkin yoki pacemaker kardiomiyotslar, ya'ni impuls hosil qiluvchi kardiomiyotslar. Undan tashqari o'tkazuvchi kardiomiyotslar va uchinchi turi bu sekretor kardiomiyotslar. Sekretor kardiomiyotslar, demak, bularning asosiy vazifasi natriy uritik peptid ishlab chiqarish. Demak, mana shu ko'rinishda kardiomiyotslar turli xil variantlari bor, lekin hammasi buni kardiomiyotsit. Ya'ni tipik bo'lsa qisqarish asosiy vazifasi, atipik bo'lsa pacemaker, ya'ni impuls ishlab chiqarish, keyingisi o'tkazish va uchinchisi sekretor kardiomiyotsitlarga bo'linishi mumkin. Endi mana bu ko'rinish, demak, internetdan olingan rasm. Bu yerda ham xuddi shunday nimalar ko'rinyapti. Demak, sinoatrial tugun, Bachman, Venke-Bach, Parel yo'llari, AV tugun, GIS tutami, o'ng va chap oyoqcha, chap orqa shoxlari, chap oldingi shoxlari va Purkinye tolalari. Ya'ni turli xil nazariyalar bor va mana shu bir ko'rinish, ya'ni mana bu Bachman, Venke-Bach, Parel traklarining bo'lishi bo'lmasligi, bu butun dunyoda ikki xil qarash bor. Bular to'g'risida gaplashib o'tdik. Endi EKG tarmoqlar to'g'risida to'xtalsak, demak, EKG tarmoqlarini o'tishimizdan oldin birinchidan bilishimiz kerakki, elektrodlar qo'yilishi kerak. Bu o'ng qo'lga qizil elektrod qo'yiladi, chap qo'l sariq elektrod, chap oyoq yashil elektrod va o'ng oyoq bu qora elektrod. Tarmoq hosil qilishda qora elektrod ishtirok etmaydi va qora elektrodning asosiy vazifasi bu noaktiv, ya'ni yerga ulanish sifatida qo'llaniladi. Demak, tarmoq hosil bo'lishida qizil, sariq va yashil elektrodlar ishtirok etar ekan. Ana bu qizil, sariq va yashil. Shuni aytish kerakki, demak, har bir tarmoq o'zining plus va minus tomoniga ega. Har bir tarmoq o'zining plus va minus tomoniga ega. Buni qanday tushunsak bo'ladi? Demak, elektrokardiografiya deb aytdik, bu elektr jarayonlarini yozib olish usuli. Demak, elektriklarda qanaqa asbob bor? Elektriklarda tester degan asbobi bor. Tester yoki ampermetr bor, voltmetr bor. Eslaringizda bo'lsa, ikkita simchasi bor. Atverkaga o'xshagan ikkita simchasi bor va mana shu atverkachalarni qanaqadir tokni tekshirayotganda simning turli joylariga yoki qanaqadir apparatning turli joylariga tegizib tekshiradi va mana bu yerda qanaqadir amper, qarshilik yoki qanaqadir kuchlanish bizga apparatga ko'rsatiladi. Masalan, 220 vatt volt yoki qanaqadir ampermetr bo'lsa, qarshilikni ko'rsatadi. Endi EKG prinsipi ham xuddi shunday. Ya'ni EKG apparati ham bu xuddi o'sha testerday ikkita nimasi bor. Endi ikkitami ko'proqmi, ikkita qismi bor va bizga tananing turli xil joylariga qo'yganimizda bizga qanaqadir sonlarni emas, balki qanaqadir EKG ko'rinishlarini bizga ko'rsatadi. Demak, masalan, birinchi standart tarmoqni olayotganda mana shu apparatni simlari, aytaylik, birinchisi o'ng qo'ldan, ikkinchisi aytaylik chap qo'ldan shu apparatda nimani olyapti?
EKG'ni olyapti va bizga birinchi standart tarmoqning qanaqadir ko'rinishi hosil bo'ladi. Ikkinchi standartni olayotganda, masalan, chap oyoq bilan o'ng qo'l orasidagi farqni yozib olyapti. Ya'ni bir tassim bundan keldi, bir tassim bundan keldi va apparatga ulandi va qanaqadir boshqacha ko'rinish hosil bo'ldi. Uchinchi standartni olayotganda, ham xuddi shunday, masalan, chap oyoqdan bir informatsiyani oldi, o'ng qo'ldan, chap qo'ldan boshqa informatsiyani oldi va EKGda uchinchi xil ko'rinish qanaqadir hosil bo'ldi. Tushunarli? Ya'ni har bir tarmoqni olganda qaysidir nuqtalardan ma'lumotni oladi va bizda bu EKG ko'rinishida yozib olinadi. Endi aytish kerakki, har bir tarmoq o'zining plus va minus tomoniga ega. Yozamiz. Demak, birinchi standart tarmoq uchun chap qo'l plus, demak, o'ng qo'l minus. Ana birinchi standart tarmoq uchun chap qo'l plus, o'ng qo'l minus. Ikkinchi standart tarmoq uchun chap oyoq plus, xo'sh, o'ng qo'l minus. Ana chap oyoq plus, o'ng qo'l minus. Uchinchi standart tarmoq uchun xo'sh, chap oyoq plus, chap qo'l minus bo'lar ekan. Demak, endi plus minus nima uchun kerakligi bu bizning keyingi darsimizda aniq bo'ladi. Ya'ni bu vektor nazariyasini o'tganimizda men tushuntiraman. Ya'ni bu yerda qisqacha aytsam, vektor tarmoqni plus tomoniga yo'nalsa, plus tikcha hosil bo'ladi. Vektor tarmoqni minus tomoniga yo'nalsa, minus tikcha hosil bo'ladi. Bular to'g'risida chuqurroq keyingi darslarimizda to'xtalib o'tamiz. Endi bundan tashqari bizda bu standart tarmoqlar edi, birinchi, ikkinchi, uchinchi. Bundan tashqari bizda kuchaytirilgan tarmoqlar mavjud. Kuchaytirilgan tarmoqlar bular AVR. Demak, AVR nima degani? AVR bu augmented so'zdan olinyapti. Augmented, ya'ni kuchaytirilgan degani. VS voltage yoki voltaj. R right so'zdan olinyapti. Ya'ni tarjima qilsak, o'ng qo'ldan kuchaytirilgan tarmoq degan ma'noni bildiradi. AVR. O'ng qo'ldan kuchaytirilgan tarmoq. Endi mana bu rasmimizda nima qilsak agar, yozsak agar, AVR. Demak, AVR uchun o'ng qo'l plus ekan, o'ng qo'l kuchli tomon. Demak, o'ng qo'l AVR uchun plus. Chap qo'l va chap oyoq yig'indisi, ya'ni bularning o'rtasi minus ekan. Buni qanday tasavvur qilish kerak? Ana masalan, demak, AVR uchun mana bu o'ng qo'l bo'lsa, kuchli tomon apparat bir tomonini o'ng qo'ldan oldi, plus tomonni. Ikkinchi minus tomonni umumiy qilib o'ng qo'l va chap qo'ldan oldi. Demak, AVR hosil bo'ldi. AVR. Ya'ni AVR uchun o'ng qo'l plus tomoni, chap qo'l va chap oyoq yig'indisi bu minus tomoni. Demak,
koordinatalar o'qida mana shunday joylashtirishimiz kerak. Keyingisi AVL. AVL. Demak, AVL nima degani? AVL bu demak shu gaplarni o'zi. Demak, augmented voltage faqat L left. Demak, AVL chap qo'ldan kuchaytirilgan tarmoq. Demak, AVL chap qo'ldan kuchaytirilgan tarmoq. Demak, AVL uchun chap qo'l plus o'ng qo'l va chap oyoq yig'indisi minus ekan. Demak, mana bu rasmimizni qaytadan chizsak agar, demak, AVL uchun chap qo'l plus demak, chap qo'l plus o'ng qo'l va chap oyoq yig'indisi bular birlashib kelyapti minus. Demak, AVL uchun chap qo'l plus o'ng qo'l bilan chap oyoq yig'indisi minus. Tushunarlimi? Nima bo'lsa leksiyadan keyin savollaringizni berishlaringiz mumkin. Endi keyingi nimamiz, demak bu edi AVL. Iloji bo'lsa daftarlaringizga chizishgami, yozishgami ulguryapsizlarmi, yo'qmi? Qanday? Ulguryapmiz. Ulguryapsizlar-da. Tak, demak, ana shunday. Keyingi nimamiz, keyingi tarmog'imiz, kuchaytirilgan tarmog'imiz AVF. AVF uchun demak AVF uchun chap oyoq plus o'ng qo'l va chap qo'l yig'indisi minus tarmoq hisoblanadi. Demak, mana bu rasmimizga qaytib kelsak, AVF. Demak, AVF uchun chap oyoq plus demak, o'ng qo'l va chap qo'l yig'indisi minus tarmoq hisoblanar ekan. Ya'ni sezgan bo'lsangizlar, qaysi tarmoqni olsa ham ikkita nuqtani bir-biri bilan taqqoslaydi va o'sha ikkita nuqta oralig'idagi qanaqadir elektr jarayonlarni yozib oladi. Bu elektr jarayonlar bizda turli tarmoqlarda turli xil tishchalar va turli xil ko'rinishda namoyon bo'ladi. Bu ko'krak va standart tarmoqlar to'g'risida edi. Ko'krak va standart tarmoqlar to'g'risida. Endi boshqa bir olim, Bailey degan olim, mana shu uchburchakni, demak, aytish esimdan chiqibdi. Mana bu uchburchak, bu Eindhoven uchburchagi deyiladi. Eindhoven uchburchagi. Mana shu. Boshqa olim, Bailey degan olim, koordinatalar tizimini yaratgan. Yozinglar, Bailey koordinatalar tizimi. Xo'sh, demak, Bailey koordinata tizimi. Bailey koordinatalar tizimi. Bailey koordinatalar tizimi. Endi chizamiz.
Chizamiz. X, Y koordinatalar o'qini chizamiz. X va Y koordinatalar tizimini chizamiz. Tak. Demak, mana bunday X koordinata aytaylik. Mana bunday Y koordinata tizimi. Demak, har ikkala tomonda bir-biridan teng uzoqlikda joylashgan ikkitadan nuqta qo'yamiz. Demak, yuqorida, pastda, hamma joyda bir-biridan teng uzoqlikda bo'lgan nuqtalar qo'yamiz va bu nuqtalarni qarama-qarshi tomondagi nuqtalar bilan biriktiramiz. Ana masalan, mana bu nuqta markazgacha bordi. Buning qarama-qarshi tomondagi keyingi nuqta bilan tutashdi. Ya'ni to'g'ri chiziq hosil bo'ldi. Xuddi shunday boshqa nuqtalarni ham tutashtiramiz. Mana chizinglar. Xo'sh, mana 6 o'qli koordinatalar tizimi hosil bo'ldi. Mana shu chiziqchalarni sanasangizlar, bular 6 ta. 6 ta. Demak, yon tomondagisi ana bu. Endi algebra eslaringizda bo'lsa, geometriya algebra 0 gradusga to'g'ri keladigan joyi bu birinchi standart tarmoq. Pastga qarab boraveramiz. Birta chiziqni qo'yasizlar, bu chiziqqa teginmaysizlar. Keyingisi ikkinchi standart tarmoq. Yana orada birta chiziqni tashlaysizlar, mana buni tashlaysizlar. Keyingisi uchinchi standart. Ana demak 1, 2, 3 standart hosil bo'ldi. Endi qaysi tarmoqlar qoldi? AVR, AVL, AVF ni ham shu sistemaga kiritishimiz kerak. Demak, ana qaranglar, pastda nima edi? Pastda oyoq, demak AVF pastda. Demak, AVR bu tomonda ekan, o'ng tomonda, demak AVR bu yoqda ekan. AVL bu tomonda, ya'ni mana bu AVL. E'tibor bergan bo'lsangizlar, har bir chiziqni birta nimasi borda, birta xo'jayin, birta tarmoq, bu birta chiziq degani. Endi har bir tarmoqni musbat va manfiy tomoni bor deb aytgan edik. Tarmoq nomi qayerda yozilgan bo'lsa, o'sha tomon shu tarmoqni musbat tomoni, bo'sh tomon minus tomon. Ana masalan, birinchi tarmoq deb shu tomonga yozilgan bo'lsa, shu tomoni plus, bo'sh tomoni minus. AVL deb nomi shu tarafda bo'lsa, o'sha nomi yozilgan taraf plus, bo'sh tomoni minus. Ya'ni tarmoq nomi yozilgan tomon plus, bo'sh tomoni minus. Xuddi shunday hamma tarmoqlarni yozib chiqinglar. Demak, ana plus minus ham bizga aniqlandi. Plus minus. Ya'ni biz 6 o'qli Bailey koordinatalar tizimini o'rgandik. Demak, Bailey nima qilgan? Bailey mana bu tizim Eindhoven burchagini olgan. Faqatgina mana bu chekkadagi mana bu chiziqlarni parallel o'rtaga siljitgan. Mana birni olib o'rtaga siljitsa, ana bu birinchi chiziq o'rtaga. Tak, demak, mana bu yerda edi, shuni oldi-yu o'rtaga siljitdi, ya'ni mana bu yoqqa tushdi. Yoki ana ikkinchi standart tarmoqni ham o'rtaga siljitdi. Mana o'rtaga siljitdi bu chiziqni, demak 2 aytaylik. Mana bu yerda edi, o'rtaga siljitdi, mana bu yerda bo'ldi. 3 ham mana bu yon tomonda edi, ana. Buni ham oldi-yu o'rtaga siljitdi. Ya'ni 3 ana bu yoqqa kelib qoldi. Tushunarli? Ya'ni chekkadan birinchi, ikkinchi, uchinchi
tarmoqlar chizig'ini parallel asta-asta markazga keltirib qo'ygan. Va bizda ana o'sha 6 o'qli koordinatalar tizimi hosil bo'lgan. Endi shuni bilishlaringiz kerakki, buni tushunish juda ham muhim. Mana bu Eindhoven uchburchagi eslaringizdan chiqsa ham, bu uchburchak eslaringizdan chiqsa ham, mana bu Bailey koordinatalar tizimi eslaringizdan chiqmasligi kerak. Chunki buni tushunmasdan, buni bilmasdan EKGni men bilaman deb bo'lmaydi. Buni bilmaysizlar, EKGni bilmaysizlar. Hamma narsa, har bir tishchaning hosil bo'lishi, nima uchun tishcha musbat, nima uchun manfiy, qanaqa lokalizatsiya, infarktni joyi qayer, nima uchun gipertrofiya aynan qayerdadir, qaysidir tarmoqlarda bo'ladi, hammasi mana shu tizimni, shu koordinatalar sistemasini tasavvur qilgandagina biz EKGni to'g'ri tushunishimiz mumkin. Endi bu edi standart tarmoqlar. Endi ko'krak tarmoqlariga o'tsak, demak, ko'krak tarmoqlari 6 ta asosiy ko'krak tarmoqlari mavjud. Demak, birinchisi qizil. Birinchi ko'krak tarmoq qizil. Demak, Weber. 4-chi qovurg'a oralig'i, liniya parasternalis. Liniya parasternalis dextra. Ya'ni parasternal o'ng tomondan joylashgan, parasternal chiziq bo'ylab o'ng tomondan 4-chi qovurg'a oralig'ida joylashgan. Sariq V2 4-chi qovurg'a oralig'i, demak 4-chi qovurg'a oralig'i, liniya parasternal sinistra, ya'ni chap tomondan joylashgan, chap tomondan parasternal liniya bo'yicha joylashgan. V3 yashil, demak V2 bilan V4 ning o'rtasida, aynan o'rtasida bo'lish kerak. Orasida emas, o'rtasida, teng o'rtasida. Rangi yashil. V4 rangi jigarrang, demak bu 5-chi qovurg'a oralig'i, liniya media clavikular, xo'sh, sinistra. V5 rangi qora, liniya axillaris anterior sinistra. Liniya axillaris anterior sinistra V4 bilan bir tekislikda, ya'ni bir tekislikda bo'lish kerakda. Bu yerda qovurg'a oralig'i deyish noto'g'ri. Bir xil tekislikda bo'lish kerak. Chunki qovurg'a oralig'i gipersteniklarda sal boshqacharoq bo'lishi mumkin, asteniklarda sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Shuning uchun V4 va V5 bir tekislikda bo'lishi kerak, bir chiziq bo'ylab bo'lishi kerak. V6 liniya axillaris media, liniya axillaris media sinistra. Demak, bu ham V4, V5 bilan bir tekislikda. Ya'ni V4, V5, V6 hammasi o'sha bir chiziq bo'ylab bo'lishi kerak. Ya'ni ana barcha EKG tarmoqlarini ko'rsangizlar, demak mana bu V1 bilan V2 bir chiziqda, keyin V2, V3, V4 bir chiziqda,
I V5 V6 V4 V5 V6 bir chiziqda mana shunday joylashishi kerak. Bo'lmasa u xato joylashuv nima qilinadi? Ko'pchilik akaga olganda ko'pchilik nimalar xato qiladi. Qanaqa xato ko'pchilik qilinadi? Birinchidan mana bu V1, V2 ni juda ham baland qo'yishadi. Juda baland qo'yishadi. V3 ni qayergadir mana bunaqa bu tomonga qo'yishadi. V5, V6, V4, V5, V6 ni juda ham chekkaga olib nima qo'yishadi. Masalan, mana bunaqa qo'yishadi. V5, V6 ni yuqoriga qarab ketishadi. Bu ko'p uchratiladigan xato. Shuning uchun iloji boricha hamshiralaringizni tekshirtiringlar. To'g'ri qo'yishi bu bizni o'sha diagnozimizni aniq bo'lishini kafolatlaydi. Ko'krak tarmoqlari bo'ldi endi. Endi shuni aytish kerakki, ko'krak tarmoqlarining ham o'zining koordinatalar tizimi mavjud. Koordinatalar tizimi mavjud. Chizamiz. Demak, yana chizamiz. O'sha x, y koordinatalarini chizamiz. Endi chap yuqori tomonda 3 ta nuqta qo'yamiz. Va bu nuqtalarni markaz orqali o'tkazamiz. Masalan, ana shunaqa koordinatalar sistemasi tizimi hosil bo'ldi. Endi bu V, mana bu pastdagisi bu V2. Yon tomondagisi V6. Bular orasida V3, V4, V5. Demak, V2 dan V6 gacha mana shunday joylashgan. V1 qani? V1 demak mana bu V2 bilan V3 ni orasini o'lchaysizlar va bu yon tomonda xuddi shunday nuqta qo'yasizlar. Shunchalik uzoqlikda va bu nuqtani koordinatalar markazi orqali o'tkazasizlar va yana qo'shimcha tarmoq hosil bo'ldi. V1 tarmog'i hosil bo'ldi. V1. Endi plus minus bu yerda ham aynan avvalgi qoida, demak plus tomoni tarmoq nomi yozilgan tomon plus. Plus nomi yozilmagan tomon nomi yozilmagan tomon minus bo'lar ekan. Demak, bu koordinatalar tizimi ham albatta yod bo'lishi, esda qolishi shart bo'lgan elementlardan. Endi bu koordinatalar tizimi va Bayli koordinatalar tizimini qanday tasavvur qilish kerak? Demak, bu bilan biz nimalarni, yurakni qanday ko'ramiz? Hozir men Bayli koordinatalar tizimini chizay. Demak, 1 2 3 Tak, demak, buni qanday tasavvur qilish kerak? Bayli koordinatalar tizimini biz yurakni uzunasiga kesdik deb faraz qilishimiz kerak. Mana bu yurak. Biz yurakni uzunasiga kesdik va mana bu aytaylik endi misol ko'rinishda mana bu kameralar ko'rinib turibdi. O'ng bo'lmacha, chap bo'lmacha, o'ng qorincha, chap qorincha. Mana shunday tasavvur qilishimiz kerak. Ko'krak tarmoqlarini biz mana bunaqasiga tasavvur qilishimiz kerak. Ya'ni biz yurakni gorizontal kesdik, ko'ndalang kesdik va yuqoridan qarab turibmiz. Yuqoridan. Demak, mana bu aytaylik o'ng qorincha, bunisi chap qorincha. Ya'ni mana shunday tasavvur qilishimiz kerak. Demak, bu
tananing old qism, ya'ni tananing old qismi, bu tomon tananing orqa qismi. Bu yerda bunda oyoq bu tomon chap qo'l, demak o'ng qo'l. Mana shunday tasavvur qilishimiz kerak ekan. Tak. Mana bu rasmga e'tibor bersangizlar, mana yurak bo'lsa, demak bu yurak, mana bu qaranglar, 1 AVL, 2 AVF, 3 bular yurakni uzunasiga kesgan. V1, V2, V3 va hokazolar bular yurakni ko'ndalang kesgan. Ya'ni ikki xil пространство. Ikki xil nimada пространство nima bo'ladi o'zbekcha? Yo'q, ikki xil tekislikda. Birtasi nima bo'ylama va ikkinchisi ko'ndalang tekislikda olingan. Bu asosiy EKG tarmoqlar edi. Mana bu misolimizda xuddi shunday nima qilish mumkin. Demak, ikki xil tekislik, ya'ni 1, 2, 3 AVL, AVF, AVR va V tarmoqlardagi ko'rinishlar. Demak, standart tarmoqlar va ko'krak tarmoqlari to'g'risida gaplashdik. Endi ko'krak tarmoqlarida qo'shimcha V7, V8 va V9 tarmoqlar mavjud. Bu tarmoqlar qanday joylashadi? Hozir ko'rib chiqamiz. Demak, buni hozircha o'chiraylik. Demak, V7 linea axillaris posterior sinistra. Linea axillaris posterior sinistra V4, V5, V6 bilan bir tekislikda. Demak, V4, V6 bilan bir tekislikda. Ya'ni mana bular V4, V5, V6 bo'lsa, V7 ham shu tekislikda davom etaveradi. Mana masalan, mana bu V7. V8 linea scapularis sinistra V4, V7 bilan bir tekislikda. Bu V8. Oxirgisi V9 linea paravertebralis sinistra. Linea paravertebralis sinistra V4, V8 bilan bir tekislikda. Demak, ana shu V4 dan boshlab V9 gacha hammasi bir chiziq bo'ylab bo'lishi kerak. Endi V4, V7, V8, V9 ni qayerdan olamiz elektrodlarini? Bemorni o'tirg'izamiz, mana bu V1 ni uzamiz, qo'yamiz V7 o'rniga. V2 ni elektrodini uzamiz va qo'yamiz nimadir bo'ldi.
Tak, nimadir bo'ldi. Tak, aha. V2 ni olamiz qo'yamiz V8 o'rniga va V3 ni olamiz qo'yamiz V9 o'rniga. Demak, bizda EKGda yozib olayotganda V2, V1, V2, V3 deb EKG chiqaradi, lekin biz o'zimiz bilamizki V1 bu V7, V2 bu V8 и V3 bu V9ligini bilamiz va o'shanga xulosa qilamiz. Demak, qo'shimcha ko'krak tarmoqlari nima uchun kerak? Agarda biz orqa diafragmal orqa bazal miokard infarktiga shubhalansak, demak biz V7, V8 va V9 tarmoqlarini yozib olishimiz kerak. Tak. Mana qaranglar, ana V7, ana orqadan, yurakni orqasidan ko'ryapti-da bu. V7, V8, V9. Ya'ni yurakni orqa bazal qismlarida infarkt bo'lsa, shunaqa shubha bizda paydo bo'lsa, biz mana shu tarmoqlarni qo'yib olishimiz kerak. Ya'ni yurakni biz orqasidan ko'ramiz. Shu tarmoqlarni qo'ysak, biz orqa bazal devorini ko'rish imkoniyatimiz bo'ladi. Tushunarlimi? Hozircha. Tushunarlimi? Aha, tushunarli. Yaxshi. Endi yana bitta EKG tarmoq, bu qo'shimcha qo'yiladigan tarmoq, bu NEB bo'yicha tarmoqlar, NEB bo'yicha tarmoqlar, ya'ni EKG po NEB bo'yicha tarmoqlar. Bu qanday qilinadi? Bu qo'l, oyoq, o'ng qo'l, chap qo'l va chap oyoqga qo'yilgan elektrod uziladi va ana o'sha elektrod simchasi grushaga, EKG grushaga biriktirib qo'yiladi. Ko'krak qafasiga yopishtiriladi. Masalan, oyoqdan olingan qizil elektrod, mana bu oyoqdan olingan qizil elektrod qo'yiladi ikkinchi qovurg'a oralig'i to'sh suyagidan o'ngga. Ikkinchi qovurg'a oralig'i to'sh suyagidan o'ngga. Ana bu yerga. Keyin sariq, chap qo'ldan olingan sariq elektrod qo'yiladi linea axillaris posteriorga V4 bilan bir tekislikda. Ana sariq mana bu yerda qo'yildi. Linea axillaris posterior V4 bilan bir tekislikda. Keyingisi, demak sariq shunday qo'yildi. Keyingisi yashil elektrod, ya'ni chap oyoqdan olingan yashil elektrod, mana bu qo'yiladi V4ning joyida. V4ning joyida, ya'ni 4-qovurg'a oralig'i, 5-qovurg'a oralig'i linea media clavicularis sinistra ga qo'yiladi mana shu yashil elektrod. Endi bu bizga nimani beradi? Demak, EKG ni olganimizda bizda EKGda 1, 2, 3 deb chiqadi. Lentada 1, 2, 3 tarmoq deb chiqadi, lekin biz eslaringizda qolsin 3 ta harf DAI. DAI. Ya'ni D'si bu darzalis, ya'ni orqa, mana bu orqa darzalis, mana bu joyi. Ya'ni yurakni orqa devorini, orqa bazal devorini oladi, ko'rinadi. Ikkinchi standartni olayotganda bizga A, ya'ni anterior, ya'ni yurakni oldingi devori va chap qorincha cho'qqisi ko'rinadi, mana bu yer. Uchinchi standart tarmoqni olayotganda bizda inferior deb olamiz, ya'ni pastki devor deb olamiz va bu yerda chap qorinchaning oldingi diafragmal devori bizda nimasida ko'rinadi. Ya'ni 3-standart tarmoqda bizda ana shu
oldingi diafragmal devorning oldingi qismi, oldingi diafragmal devor ko'riladi. Demak, bu nima uchun bu tarmoqlar qo'yiladi? Demak, NEB bo'yicha tarmoqlar ham, demak, orqa bazal devordagi o'zgarishlarni kuzatish, aniqlash maqsadida qo'yiladi. Bu to'g'risida savollaringiz bormi? Bu ko'pchilik hatto kardiologlar ham xato qiladigan joy, adashadigan joy. Savollaringiz bo'lsa, so'rab olinglar hozir. Mana bu V4, V7, V8, V9 shunaqa elektrodlar ulanganda qolgan elektrodlar qanday turadi? O'sha joyda turadimi? Joyda bemor yotgan edi. Bemorni o'tirg'izasiz. V7, V8, Oz quloq soling. Bemor V1 dan V6si yopishtirilgan holda yotgan edi. Endi bemorni o'tirg'izasiz. V1 ni uzasiz, V1 joyidan uzasiz, V7 joyiga qo'yasiz. V2 ni uzasiz, V8 joyiga qo'yasiz. V3 ni uzasiz, V9 joyiga qo'yasiz. EKGni yana bir marta V1, V2, V3 joyini nima qilasiz? Chiqarasiz u. Faqat o'sha EKGda yozib qo'yasiz V7, V8, V9 deb yozib qo'yasiz. Day desa qolganlar olib tashlanadi, faqat o'sha 3 ta oyoq qo'yilunaqalarni ulanadi, to'g'rimi? Endi qolgan hammasi olib tashlansa, EKG apparat ishlamasligi mumkin. Sizlar qo'lida turaversin. Qolgan mana bu ko'krak tarmoqlarida, qo'lida debman. O'ng oyog'idagi qorasi turaveradi. Faqatgina mana bu ko'krak tarmoqlaridagi elektrodlarni uzasizlar, tanani xohlagan joyga yopishtirib kontakt bo'lsa bo'ldi. Farqi yo'q. Kontakt любой joyga, tanani любой joyga bunday nima qilib qo'ysangizlar bo'ladi. Chunki ba'zi bir apparatlar hammasi ulanmasa, apparat olmaydi. Tushunarli? Tushunarli. Rahmat. Tak, bu bo'yicha savol yo'qmi? Bu bo'yicha savol bo'lmasa, tak, menda yana bir qismi qoluvdi. Demak, sizlar bilan nimani depolarizatsiya, repolarizatsiya degan tushunchani nima qilmoqchi edim. Depolarizatsiya nima, repolarizatsiya nima? Kim qanday tushunadi? Depolarizatsiya va repolarizatsiya. Depolarizatsiya qo'zg'alish bo'ladi, hujayra qo'zg'alishi. Repolarizatsiya o'shani so'nishi. Yaxshi. Demak, depolarizatsiya hozir. Depolarizatsiya. Assalomu alaykum domla. Depolarizatsiya qo'zg'alishni hosil bo'lishi, polarizatsiya so'nishi, tinchlik potensialiga qaytib tushishi. Yaxshi, rahmat. Demak, depolarizatsiya. Xo'sh. Ikkalasi nima? Harakat potensialini qo'zg'alishni o'sha pikkacha borishda depolarizatsiya, so'nishi repolarizatsiya. Repolarizatsiya, rahmat. Demak, endi qaysi biri sistolaga to'g'ri keladi, qaysi biri diastolaga to'g'ri keladi? Qaysi biri sistola, qaysi biri diastolaga to'g'ri keladi? Sistolada depolarizatsiya bo'ladi. Repolarizatsiyachi diastolami? Shunaqa. Tak, yaxshi. Sistolada ham Repolarizatsiya ham bo'ladi. repolarizatsiya bo'ladi, diastolada ham. Chunki har ikkalasi ham harakat. Sistola qisqarish, diastola bo'shashish. Ikkalasida ham depolarizatsiya oldin bo'lib, keyin repolarizatsiya bo'ladi. Tak, yaxshi. Tak, endi to'g'ri javob. Diastola polar holat bo'ladi-da, tinchlik holati. Молодец. Yaxshi, quloq solinglar. Demak, depolarizatsiya bu qo'zg'alishda, qo'zg'alish demak, endi hozir men keyingi masalan kardiologiya sikllarni o'tsak, bu to'g'risida chuqurroq gaplashamiz. Depolarizatsiya nima? Depolarizatsiya bu qo'zg'alish. Repolarizatsiya qo'zg'alishning so'nishi.
Demak, bu elektrik nimalar, tushunchalar. Ya'ni depolarizatsiya bilan repolarizatsiya har ikkalasi bizga mexanik sistalarga sabab bo'ladi. Tushunarlimi? Qo'zg'alish qo'zg'aldi, so'nayapti, shu payt qisqardi. Endi qorinchami, bo'lmachami, qayerni depolarizatsiyasi yoki repolarizatsiyasi bo'lsa, har ikkalasi bizga sistalarni beradi. Diastala paytida hujayra tinch holatda, ya'ni tinch holat, polar holat, qutblangan holat. Polar holat, ya'ni hech qanaqa moddalar almashinuvi bu yerga vujudga kelmaydi. Tushunarli? Ya'ni masalan qanday tasavvur qilishimiz kerak? Masalan, xonada bir xonaga kirdik, lampochkani yoqdik. Bu depolarizatsiya. Lampochka yondi, bu depolarizatsiya. Qo'zg'aldi. Endi lampochkani o'chirdik. Ba'zi bir lampochkalar asta-sekinlik bilan so'nadi, asta so'nadi. Ana shu asta so'nish jarayoni bu repolarizatsiya. Keyin xona qop-qorong'i bo'ldi. Bir qancha vaqt xona qop-qorong'i bo'ldi. Mana bu payt diastala, ya'ni hech qanaqa harakat yo'q. Tushunarlimi? Demak, lampochkani yoqdik, o'chayapti, bizga sistalarni berdi. Qop-qorong'i xona, to'g'ri chiziq, ana to'g'ri chiziq, ya'ni hech qanaqa elektrik aktivlik yo'q. Bu diastala. Tushunarli? Demak, depolarizatsiya va repolarizatsiya bizga sistalarni berar ekan. Diastalada esa hujayra polar holatda bo'lar ekan. Endi buni aritmiyalarni o'tganimizda bu to'g'risida yana chuqurroq takrorlaymiz. Bugun menimcha bugunga rejalashtirgan nimalarim shu edi. Hozir men yana nimani yoqay, keyin savollaringiz bo'lsa javob berishim mumkin. So'roq bu qanday nima qilinadi? Tak, undan qanday chiqaman? Tak, kamera. Включить трансляцию. Так, savollaringiz bo'lsa marhamat. Savollaringiz, qo'shimchalaringiz tushunarlimi, yo'qmi? Qanaqadir masalan bunday qilsak yaxshiroq bo'lar edi, yomonroq bo'lar edi, fikrlaringiz. Marhamat. Interaktiv bo'lsa, effekt yaxshiroq bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustoz, savol javob qanaqa tarzda bo'ladi? Savol javob shunaqa tarzda bo'ladi. Endi zadaniyalar to'g'risi savol javob bilan bizni o'zim ham boshqa xodimlarimiz ham nima qilishadi? Savol javoblar 3 ta darsdan keyin. 3 ta darsdan keyin 3-darsda tashkil qilamiz. Ya'ni o'sha berilgan nimalarni sizlar o'qib kelishlaringiz kerak. Keyin bo'ladi. Savol javob endi degan bizlar sizlardan so'raymiz. Ungacha sizlar bizdan so'rab olishlaringiz kerak. Tushunarli. Keyin gruppadan nima qilamiz? Gruppadan tashlaymiz. Balki tayyorlanarsizlar. Endi savol javob mana shu o'tilgan narsalar, o'tilgan tematika bo'yicha bo'ladi-da. Masalan, o'tilmagan narsa so'ralmaydi. Bilish, yodlash kerak bo'lgan narsa o'tiladi. Ortiqcha narsa, boshni og'ritadigan narsalar o'tilmaydi-da, chunki EKGning kitobini o'qisangiz, bu chalkashib ketasiz. Katta kitoblar, bu yerda o'sha asosiy mazmunni berishga harakat qilamiz. Mana. Keyin aritmiyalarni o'tganimizda ko'proq rejimisiga to'xtalamizmi? Qisqacha. Endi bu EKG bo'yicha asosiy nima, lekin qisqacha to'xtalishimiz mumkin. Lekin shuni bilish kerakki, aritmiya bu simptom. U turli xil kasalliklarda paydo bo'ladi. U gipertireozdan aritmiya bo'lishi mumkin, gipotireozdan bo'lishi mumkin, asabiylashishdan bo'lishi mumkin, yurak kasalliklarida miokardit. O'sha bitta sinusli taxikardiyani davolasini aytaman desangiz, 8 ta kasallikni gapirib berish kerak. Endi etiologiyasi qisqacha aytiladi, mexanizmi qisqacha aytiladi, EKG'si chuqurroq aytiladi.
qanaqadir yo'nalish beriladi. Da'vo bo'yicha qanaqadir yo'nalish beriladi. Unaqa birinchi bu, ikkinchi bu, uchinchi bu deb nima qilishga cho'ziladi, ulgurmaymiz. Uni kardiologiya kursi, agar buni tugatsak, xudo xohlasa, kardiologiya kursida u narsani chuqurroq o'tishimiz mumkin. Ha, tushunarli. Rahmat. Prosta bu yerda faqat EKG diagnostikasiga ko'proq e'tibor beramiz. Masalan, qanaqadir bilishlaringiz shart bo'lgan Yevropa kardiologlarining qanaqadir rekomendatsiyalari, bilish shart bo'lgan sxemachalari bor. O'shanaqa narsalar bor joyda iloji boricha nima qilamiz? Tushuntiramiz albatta. Lekin uzoq qanaqadir chunki ba'zi bir aritmiyalarni o'zini 2 kun, 3 kun o'tiladigan aritmiyalar borda. Marhamat, savollaringiz, qo'shimchalaringiz, istaklaringiz. Marhamat. Tushunarlimi, tushunarli emasmi? Mana bu yerda ham intihon uchuvchagi ham Beyl dedingiz-ku, o'shanda har ikkalasini bilish shartmi yoki aslida shu Beylni bilsa bo'ldimi? Основной beylini bilsangizlar bo'ldi. Основной beyli bilan ana o'sha ko'krak tarmoqlaridagi koordinatalar tizimini bilsangizlar bo'ldi. Eindhoven uchburchagi bu shu beyli koordinatalar tizimining hosil bo'lishi uchun bilsak bo'ldi. Endi har xil nimalar borda, har xil maktablar bor. EKGni o'qish bo'yicha har xil yo'nalishlar bor. Ba'zi bir yo'nalishlar o'sha Eindhoven burchagi atrofida tushuntiriladi-da. Lekin men o'tadigan nimalar dars bu asosan o'sha Beyli va demak ko'krak tarmoqlari koordinatalar tizimi bo'yicha o'rgataman. Shu osonroq. Iloji boricha qiyin narsani osonlashtirib nima qilishga harakat qilamiz. Tushuntirishga. Yana qanday savollaringiz? Tushunarli, rahmat. Vaqt menimcha qulay bo'lsa kerak. Endi harakat qilamiz. Mana bu darslarni hozir video olyapmiz menimcha. Balki nimaga qo'yamiz, gruppaga qo'yamiz. Tayyorlab gruppaga qo'yamiz. Shu video darslar qo'yiladi gruppaga. Bemalol qaytib ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari YouTube'da ham darslarni ham silkalarini men qo'yaman. Unda ham xuddi shu gaplar aytilgan. Endi bu yerda ba'zi bir u YouTube nimada leksiyalarda aytilmagan gaplar bu yerda aytiladi. Marhamat. Savollaringiz. Savollaringiz bo'lsa, masalan, u faqat dars kunlari emas, xohlagan vaqt savollaringiz bo'lsa, gruppaga yozinglar, biz dars paytida javob berishga harakat qilamiz. Keyin endi kimdir bu yerda o'zi seshanba, panshanba, shanba deb bu gruppaga a'zo bo'lgan, kimdir kechagi gruppadan bu gruppaga qo'shildi, to'g'rimi? Shunaqa bo'ldi shunaqasi. Mana bu dushanba, chorshanba, juma kuniga ikkinchi darsimiz ertaga. Xohlasangizlar, bugungi seshanba guruhini a'zolari dushanba kuniga o'tib ko'rsangizlar ham bo'ladi. Ya'ni birta dars 2 marta o'tiladi desak ham bo'ladi. Chunki ba'zan birta darsga aytilmagan gap ikkinchi darsga aytib qolishi mumkin yoki u gruppaga aytilgan gap bu gruppaga aytilmay qolishi mumkin. Vaqtlaringiz bo'lsa, har 2 kunga ham ko'rib ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Savol bormi, yo'qmi? Qo'shimchangiz bormi? Jonibek, siz shu yerda qo'shimchangiz bormi, fikringiz bormi? Demak, mana bu nimada Jonibek, yaxshimisiz, tinchmisiz? Ha, bu test savol javob degan gapiga o'xshaydi.
Xudo xohlasa Tamam. savol javob shu 3-darsdan boshlaymiz. Sizlarga test ham xudo xohlasa tuzilyapti. Testlar ham tashlab beramiz bularga. Ham test ham yechadi, ham og'zaki savol javob qilamiz. Har dars 3-darsdan keyin yarim soat savol javobga ham shug'ullanamiz. Albatta bu nimani effektivligi o'zlaringizga bog'liq. Qanchalik ko'p shug'ullansangizlar, shunchalik yaxshi o'rganasizlar. Endi keyin ikkinchi yana bir nima. Men doimo shogirdlarimga aytaman, kimnidir o'rgatishga harakat qilinglar. Shu yerga o'rgangan narsalaringizni kimgadir o'rgatsangizlar, ham o'zlaringiz tushunasizlar, ham takror bo'ladi. Tushunmaganliklaringiz shu yerda bilinadi-da, shuning uchun sizlar harakat qilinglar kimnidir o'rgatishga. Shunda anchalik nimalaringiz oshadi. O'rganishlaringiz oson bo'ladi. Suhbat qo'shimcha aytaymi? Yaxshi. Mayli, bugungi darsimiz bo'lmasa tugadi. Ertaga soat 7 da ikkinchi darsimiz. Demak, ertaga biz boshlaymiz yurak funksiyalari va vektor teoriyasini boshlaymiz ertaga. Mayli, hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, ertagacha uchrashguncha.